tekinga sovg'a yutib olasiz agar nomini topsangiz. Davleniya o'lcharmi? O'lchaydigan endi nomi bor buni. Nimadir derdi. Bunaqa davleniya o'lchaydigani anaqasida bu. Eshitadiganlar. Eshitadigan nomi bor buni. Davleniya o'lchaydigan, Ha, shunaqa deydi, lekin buni tibbiyot tomonidan uzun nomi bor. o'zini nomi bor. Hmm. Bilmas ekanmiz. Nima deyiladi bu? Tibbiyot tomonidan uzun nomi bor. Davleniya o'lchaydiganmi? Yo'q, termometrda. Nima deyiladi? O'z tibbiyot tomonidan nomi bor. Internetdan topsak bo'ladimi? Avvalambor assalomu alaykum. Albatta, Fanidasko. O, ana birinchisi. Men o'zim bo'ldi. medikman. Ha, shunga. Sizga Doktor Ahmed klinikasidan maxsus sovg'amizni taqdim etamiz. Rahmat. Mana, birinchisi bo'ldingiz lekin. Tabriklaymiz. Rahmat. Yangi yil yaxshi o'tkazing. Rahmat. Taklaringizni bildirib o'tsangiz. Hammaga yangi yilda yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik birinchi o'rinda, oilaviy baxt, omadlar tilab qolaman. Doimo hamisha hammada nima ezgu niyatlar bo'lsa, erishishni xohlayman. Bunga ham obuna bo'ldilar. Mana endi bu sizga podarka. Xudo sohadan uzoqdamiz. Nima? Ya topamiz. Fanendasko. Ana topdilar. Bu sizga Rahmat, Doktor Ahmed sog' bo'ling. klinikasidan sovg'a. Rahmat. Nomini aytish kerakmi Ha, shunda? nomini aytishingiz kerak. Nomini bilmayman. Tonometr. Oxirgisi qoldi, topa olsangiz taqdim etamiz. Urinib ko'rasizmi? Nomini aytishim kerak a? Tibbiyot tomonidan buni nomi bor. Stetoskop. Siz nima meditsinada o'qiysizmi yo Albatta. nima qilasiz? Med sohasida o'qiyman o'zim. Ha, shuning uchun-da tabriklayman bu sovg'a sizga. Rahmat.